hali ham issiq o'tyaptimi? Вообще issiqqa chidab bo'lmayapti. Miya qaynab ketyapti. Hozir, aka to'kinchi yarimini. To'kinchi. Bo'ldi, to'tab turing. Yarimini to'kib yubordi endi-chi? Endi yaxshi xilla chidasa bo'ladi. Hammasini to'kib yuboraveraylikmi? Hammasini to'kinglar. To'king, aka, to'king. Umuman issiq o'tmasin. Bir maza qilib yashasin odamlar ham. Do'stlar, sizlar ham uylarga xuddi mashina qilib, loydan lo'mbos qilgansizlar, yorilib ketgan, treshina bergan issig'i o'tib, pastdagi odamni miyasini qaynatib qo'yaptimi? Bo'ldi endi do'stlar, umuman issiqni ham, sovuqni ham o'tkazmaydi. Uyingizda yozda uyingiz sovuq bo'ladi, qishda issiq bo'ladi, maza qilib yashasangiz bo'ladi. Bu nima deganlarga do'stlar, penalomboz yangiligi bo'ladi. Buni zo'r tarafi do'stlar qaranglar. 5 santimetrlik, 10 santimetrlik qilib quydirsangiz ham do'stlar, o'tibret vazifasini bajarib, issiq sovuqni mo'shni ushlab bergan. Tishqon kalamiz yeb yormas ekan, treshina berib yormas ekan, ham tomingiz xuddi mana shunaqa akkuratni turar ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, 5 santimetrligini 35 ming so'm, 10 santimetrligini 50 ming so'mdan akalarimiz xizmat ko'rsatishadi. Video pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana undaqa tomda tayindan issiq zachonni o'tib, mana treshiningizdan ham zachonni o'tib, miyangizni qaynatayotgan bo'lsa, mana yechim topildi. Aloqaga chiqing, mo'shni qilib qo'yib berishadi. Sog' bo'ling.